Mana bu shirin o'g'ilchalarim ko'p yillar avval onajonisi bizga kelganda davolab turib 2-3 oy davolashdan keyin dunyoga kelgan. Oldinmi ketdim, dunyoga kelgan bolajonlar ona otasini xursand qilib, yaxshi sog'lom bola bo'lib katta bo'lishyapti. Oila juda ham minnatdor. Bu oilani juda ham yaxshi ko'raman. Mana bolalar qo'liga shokoladni berib qo'ydim. Ular menga podarkalar olib kelishdi. Lekin bu oilaning yana bitta siri bor. Bir necha yildan keyin ular bizga ukacha kerak deb kelishdi. Yana davoladik oyijonisini 2 oy deganda ayol bizni xursand qildi. Bir necha oydan keyin bu oilada yana bitta o'g'ilcha dunyoga keladi. Baxtiyor oila. Bularni oyisiga ham men podarka yubordim. Aytdimki, sizlarni oyijoninglarni yaxshi ko'raman. Eng dunyoni zo'r qaynanasi. Chunki qizdek qaraylar kelin-poshshaga. Mana oyisiga mendan buket olib ketishdi. Shunaqa oilalar ko'p bo'lsin. Ko'p yillik befarzandni yengidek. Chunki oila etganda deganda amalga oshirishdi. Baxtiyor oilalar ko'p bo'lsin.